Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 85 soniga xush keldinglar. Bugun biz jiddiy bu ekranga chiqib qoldik, chunki oldimizda Cumhuriyet kunimizni xotirlashdan iborat cho'ng bir ish bor. Bu kun xotirasi bilan biz hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Xush bulduk, rahmat. Rahmat. Oldimizda bizningki Cumhuriyet kunimiz var. Salih Xudoyor apandim bu programma orqali Cumhuriyet kunimizga bir chaqiriq qilmoqchi. 12 noyabrninki nima uchun bu kun ekanligi, nima uchun bizningki ikki qatorliq Cumhuriyetimiz o'xshashla 12 noyabr bo'lganligi va buning ahamiyati to'g'risida so'zlamoqchi. Marhamat, Salih Xudoyor apandim. Rahmat. Aldı bilen aldığımızda 11. ayının 12. günü, yani Şarkı Türkistan Cumhuriyetlerininki kurulgan günü, devletimizdeki mustaqillik gününü hatırlaşqa dünyadaki barlıq qarindaşlarımızını, barlıq teşkilatlarımızını çağırıp kılman. En az degende özümüzdeki meyli şu turup atkan devletninki Tashqi ishlar ministerligida bo'lsin, parlamentda bo'lsin veya ki Amerikadagi masalan Aqsaroydagi binolarida bo'lsin, shu yerda bu mustaqillik Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqillik kunini xotirlash bilan yana Sharq Turkiston xalqininki mustaqillikqa bo'lgan mustaqillikni asli keltirishga bo'lgan kurashini va xalqaroninki buni qo'llashini chaqiriq qilishinglarni talab qilamiz. Ondan sırat yana bu bizninki bugünkü kadar davamlaşıvatkan 76 yılının yazı davamlaşıp kelmekte bolavatkan ırkı kırgınçılık, işgaliyet ve mustamlekeninki yıltızi, yani devletimizdeki koldan ketkenlikini, ilgili hukukimizninki kolumuzdan ketkenlikini muş sebepten bo'lganligini va bizningki kishilik huquqimizni, erkinligimizni, hatto mavjudligimizni saqlashninki va kafolat qilishning birdan bir yo'li Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqilligini asli keltirish va egilik huquqimizni qayta tiklashdan birdan bir yo'l ekanligini xalqaroga bildirish bilan yani şu xalqaroga bu Sharq Turkistonni beslab olgan davlat deb e'tirof qilishini va bizninki xalqaro qonun bo'yicha tashqi o'z taqdirini o'z belgilash va egilik huquqimizni asli keltirish va mustamlikaga qarshi kurashimizni qo'llashini chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun bugun bu chaqiriqni qilyapmiz va barliq qarindoshlarimizni bu bo'lib tashkilotlarni xalqni yetaklab bu kunda xalqaroda o'xshash kunda o'xshash var bilan o'xshash talab bilan o'tirg'i chiqishimizni talab qilaman. Xo'sh, biz Amerikada bu kuni shu 11 ayninki 12 kuni chorshanba kun bo'ladi ekan. Bu kunda Amerikaninki Aqsaroyining oldida soat 1dan 3gacha namoyish yapamiz. Namoyish faoliyati va Amerika hukumatiga Sharq Turkistonninki bu beslab olgan bir davlat ekanligini e'tirof qilishini, biz Sharq Turkiston xalqininki o'zining taqdirini, tashqi o'zining taqdirini o'z belgilash haqqini qo'llashini, Sharq Turkiston xalqininki egilik huquqini asli keltirish va mustamlikaga qarshi kurashini qo'llashini chaqiriq qilamiz. Shuning uchun bu yerdagi qarindoshlarniki hammalarniki bir 2 soat vaqtinglarni chiqarib bu namoyishga qatnashishinglarni va qilolmaydiganlarmi, hech narsa qilolmasanglarmi az deganda shu sosyal media orqali, tor orqali Sharq Turkiston Jumhuriyatlarining mustaqillik kunini xotirlashinglarni chaqiriq qilamiz. Rahmat. Siz bu 11 ayning 12 yana 12 noyabr degan bu kunni, bu sirliq kunni bizga tushuntirib bersangiz. Chunki bizning ikkili Cumhuriyetimiz o'xshash bir kunda qurilgan. Bizning ajdodlarimiz bu kunni qanday tanlagan? Marhamat. Xo'sh, bu vaqtda aslida hammadan nima qilish mumkin? Masalan, tarixga qarasak, birinchi Cumhuriyet qurg'uchilar, davlat atalarimiz va
şu mustaqilchi jangchilarimiz aslida Qashqani 6-ay, 7-ayning oxirigacha fetih qilib bo'lgan 1933-yilda. Fetih qilib, aslida shu vaqtda mustaqillikni e'lon qila oladi. Hatto ko'ralaysizlar, masalan, pasportimiz bo'lsin, davlat marshimiz bo'lsin, hamma narsani oldin ola tayyorlab bo'lgan. Bular shu 11-ayning 12-kuniga saqlagan. Hamda buni nima uchun 11-ayning 12-kuniga saqlagan desak, yana shu vaqtdagi ajdodlarimizningki davlatchilik ingi bo'lganligi uchun. Davlat burunqi, ya'ni burunqi Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilgan eng oxirgi davlatimiz, hammanglarga ma'lum, 7 shahar davlati, ya'ni yoki Qashqariya davlati deb tarixda shunday bilingan, ya'ni Sharq Turkistonda. 11-ayning 12-kuni 1864-yili 11-ayning 12-kuni Qashqarningki Manju Qing ishg'oliyatidan, istilosidan fetih qilingan kun. Shuning uchun ajdodlarimiz shu burunqi davlatimiz, burunqi mustaqillik kunimizga bog'laymiz deb, davlatchilik nimasida shuni bog'laymiz deb, bular necha ay saqlab, shu 11-ayning 12-kuni rasmiy Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti deb Qashqarda davlatimizni e'lon qiladi. Bundan keyin 11 yildan keyin, ya'ni 10 yildan keyin, 11 yildan keyin ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyeti quriladi. Aslida bulamoq G'uljini 11-ayning 7-kuni fetih qilib bo'lgan. Yomon kechiksa, atisi 11-ayning 8-kunimi buni mustaqillik kunimizni jakarlay oladi. Ammo yana davlatchilik nuqtadan burunqi yana mustaqilligimizni, burunqi davlatimizni mustaqilligimizni e'lon qilgan kun yana shu 11-ayning 12-kuni bo'lganligi uchun birinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetiga bog'laymiz deb yana 4 kun saqlab 11-ayning 12-kuni 1944-yilda rasmiy yana Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb davlatimizni e'lon qildi. Yana shu ajdodlarimizningki davlatchilik nimasiga bog'lab mushkunni shu 11-ayning 12-kuniga bekitilgan. Rahmat. Bu pek bir sirliq bir kun ekan. Onun üstüne bizning ajdodlarimiz qaysi kuni tanlashni nihoyat editlik bilan tanlagan. Davlatchilik engininki anchadiki bizning ajdodlarimizning qanchalik yuqirishganligini bilish mumkin bundan. Undan keyin bizningki avlodlar orasida, ya'ni keyingi insonlarimizda ikki jumhuriyatni qandaqdir birisi islomik jumhuriyat, birisi kommunizm deb o'zaro so'qishga soladigan mundaq bir xato qarash va amaliyotda ajdodlarimizning tutgan yo'lidan ko'rsak, bu davlatchilik engimizning qanchalik yuqirishganligini bizni o'zining yiltiziga qanday o'lganligini ko'ra olamiz. Shunga bu kun 12-noyabr kuni pek ulug' kun. Bu kuni biz uxlab yotsak, yana buningga bir banolarni topsak faqat o'lib kelmaydi. Hamda Salih Xudoyor apandimning oxirgi qitim biz shu mushkunning ahamiyat to'g'riliq va nima qilish to'g'riliq. Hamda bu kunda Xitoy konsulligi oldiga chiqib namoyish qilsak bo'lamdi. Bu to'g'riliq azroq qo'shimcha qilishni umid qilamiz. Marhamat. Xo'sh, aslida biz masalan namoyish qilayotgan chog'da biz nima deb namoyish qilyapmiz? Xalqaroga chaqiriq qilyapmiz-ku. Xalqaroga davlatimizningki biz mustaqil bo'lgan bir davlat edik. Hozir davlatimiz ishg'ol ostida, xalqaroningki davlatimizni egalik huquqini mustamlikadan qutulish uchun va tashqi o'z taqdirimizni o'z belgilash haqqimizni qo'llashga chaqiriq qilamiz-ku. Shuning uchun kimni chaqiramiz? Shu xalqaroga chaqirish kerak. Bizga yordam bera oladiganlarga chaqirish kerak. U Xitoyning quruq temining oldida o'tirib olsak, shu o'zimiz qo'llab turamiz. U Xitoy zaten bizni bu Sharq Turkiston masalasiga kelgan chog'da e'tirof qilolmaydi. Biri e'tirof qilgan taqdirdami Xitoyga yalvirish xato. Xitoyga yalvirib Xitoydan rahimchanlik kutish tarixdan beri xatolik. Buni qilmaslik kerak. Biz shu bizga yordam bera oladigan Xitoyni
Xitoyga qarshi bizga yordam bera oladigan xalqaro qonun bo'yicha bizningki davlatimizni egalik huquqimizni asliga keltirishga, mustamlikni va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga yordam bera oladigan davlatlarga va yoki xalqaro chaqiriq qilishimiz kerak. Shuning uchun bu kunda Xitoyning oldiga konsulxonasining oldiga chiqib quruq tamga shorat to'lgandan keyin hech bir ahamiyati yo'q. 70 necha yilning ta 2018 kadar shunda o'tdi bu da'vo. 2018'den keyin ondan keyin tuzilish jarayoni kechdi. 2018'dan burun Sharq Turkiston deyishdim huquqiydiganlar batı, mustaqillik desak bo'lmaydi deb nurg'unlari o'tirg'i chiqib necha yil ta bu mustaqillik hareketimiz qaytadan qo'zg'alib, qaytadan diasporada asas nimini egillagan qadar nurg'un suiqasdlarni ko'rdik. Buni xalqmi unutib qolmadi deyman. Unutib qolgan taqdirda to'g'rida manasi bor. Shuning uchun biz xalqaroga biz o'zimizning haqqimizni talab qilyapmiz. Xitoydan talab qilmayapmiz. Biz xalqaro qonun bo'yicha xalqarodan talab qilyapmiz. Buning nim qildi. Bu Xitoy baribir parvoy pilak. Quruq tamning sho'rg'i oldiga to'lgan taqdirda 70 necha 60 necha yil to'landi bu gap. Shu doim shu Xitoyning elchixonasining oldida namoyish qilib, o'zimiz qo'llab xo'sh qilgandan boshqa bir natija akkamadi. Ammo Xitoyga masalan g'arb davlatlari va yoki nurg'un davlatlar, dunyoning bo'yicha bo'lib asosan g'arb davlatlar nima biz kishilik huquqni qo'llaymiz, egalik huquqni qo'llaymiz, mustamlikaga qarshi turamiz, o'z taqdirini o'z belgilash haqlarini qo'llaymiz deb sho'rat olaydi-ku hammasi. Yolg'onlik bo'lsin, meli yolg'on bo'lsin, meli rost bo'lsin. Shuning uchun biz bu kunda shularga buni yuzga urishimiz kerak. Agar haqiqatan o'z taqdirini o'z belgilash haqqini qo'llaydigan bo'lsang, haqiqatan mustamlikaga qarshi turadigan qarshilik turish va'dalaring rost bo'lsa, irqiy qirg'inchilikni hargiz qaytadan takrorlanmaydigan va'dalaring rost bo'lsa, mana bizningki masalamiz biz Xitoyninki bir ichki ishli masalasi emas, bu yolg'iz bir kishilik huquq masalasi emas. Bizning masalamiz shu davlatimizningki egalik huquqi qo'limizdan tortilib bo'lib, davlatimizning egalik huquqiga tuproqqa tajovuz qilingandan keyin Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonni tajovuz qilib mustamlik qilgandan keyin barliq shu kishilik huquqimiz hamma narsamiz dafsanda qilindi. Hatto mavjudligimizni yo'qotmoqchi bo'layotdi. Irqiy qirg'inchilikning asos sababi shu. Buningdan qutulish birdan bir yo'li shu davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish, egalik huquqimizni qaytadan tiklash. Undan keyin bizningki kishilik huquqimiz bo'ladi. Undan keyin bizningki diniy erkinlikimiz, mavjudligimiz hamma narsani kapolatli qiladigan bir narsa davlatimizning qaytadan egalik huquqini tiklash va davlatimizni qaytadan mustaqillikni asliga keltirish. Uningdan boshqa yo'l yo'q ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak va chaqiriq qilishimiz kerak. Shuning uchun biz bu namoyishni agar namoyishlar qilingan bo'lsa, shu o'zimiz turishlik davlatninki mayli ya mana tashqi ishlar ministrligi oldidan bo'lsin yoki Amerikadek masalan Aqsaroyi bo'lsa Aqsaroyining oldida bo'lsin yoki parlamentining oldida bo'lsin, bular hech qat'iy bo'lmagan taqdirdami eng oz deganda avom xalq jiq to'plashadigan yerda, masalan xalq ko'ralaydigan yerda, masalan chet elliklar ko'ralaydigan yerda asos dadimiz shu xalqaro anglitishku bu bizning nimamizni Xitoyga anglitish emas. Biz xalqaro anglitishimiz kerak. Shuning uchun mushundaq namoyishlar epirilish kerak. Namoyish qilinmagan taqdirda bu kunni xotirlash uchun eng oz deganda sosyal mediadan foydalanib shu Sharq Turkiston Independence for East Turkiston deb hashtag yoki East Turkiston Independence Day hashtag qilib sosyal mediadan mushkunda xalqaroga bildirishimiz kerak va bizningki hech bir vaqt mustaqilligimizdan, egalik huquqimizdan voz kechmaganligimizni va bu yo'lda agar yana oldimizda yana fursatlar keladi, shu fursatga tayyor ekanligimizni
va xalqaro agar bizni moddiy ma'naviy va boshqa jihatlardan qo'llasa biz sharqi turkistonning mustaqilligini asli keltirish uchun borlig'imizdan hamma narsamizdan quruqshvorda emas amaliyotda eng oz deganda bir namoyishga chiqa olsakmi mana bular quruqliqqa uyda o'tirib olib biz jinim pido anda manda deb ketamiz ya unda biz bir 2 soat vaqtimizni pido qilib shuningga amal qilaylik shu rost jinimizni pido qila oladiganligimizni isbotlaydi borlig'imizni pido qila oladiganligimizni shuning uchun bu muhim yana bayam deganimdek talablarimiz shuarimiz o'xshash bo'lishi kerak sharqi turkistonning mustaqilligini egilik huquqini asliga keltirish talablarimiz o'xshash bo'lishi kerak sharqi turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini xitoy ishg'oliyati mustamlikasi va irqiy qirg'inchilikqa qarshi bizning egilik huquqimizni mustamlikni oyoqlashtirish egilik huquqimizni asliga keltirish va mustaqillikni va ishg'oliyatni oyoqlashtirish kurashimizni qo'llashini chaqiriq qilishimiz kerak. Rahmat. Endi oldi bilan sizga rahmat aytishimiz kerak. Siz Yevropadan xizmatlarni, namoyishlarni tugatib kelib, hech dam olmaylar bu programmaga chiqdingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat bildiramiz. Vatanninki davosi shunda bo'ldi deb qaraymiz. Men programmaga sizlarni ham qilishda jiq ikkilangan. Qanday chiqa oladi ekan bu jafoda hamda kelib programma qanday chiqar ekan desam, bu Cumhuriyet kunimiz oldimizdan ig'ir to'xtab qoldi. Buningga har qanday bana ko'rsatish mumkin emas. Chunki agar bir millat o'zining Cumhuriyet kunini, ya'ni davlatining qurilgan kunini unutib qolsa, u millatdan hech qanday bir umid kutgil olmaydi. Qanday ekan, butun xalqaro vaziyat o'zgarib, hozir Xitoyni iskanjaga elayotgan bunday bir paytda biz o'zimizning irodasini ifoda qilmasak, Cumhuriyet kunimizning qadriga yetmasak, bu kuni ko'chiq to'kilib o'zimizni namoyon qilmasak, xalqarodagi davlatlar mayli Amerika olsun, mayli Yevropa boshqa davlatlar olsun bizni ko'zga olmaydi. Bular davlat lazım emas endi. Biz Uyg'urchilikni targ'ib qilib o'tgandan kechgacha biz inson to'q bizni aql va ko'p qilib o'tdi deymiz ya. Shunda bo'lmaydiganning birdan bir yo'li vatanimizni, ya'ni davlatimizni asliga keltirish. U chaqda hammaga erishamiz. Voy biz davlat qurolmaydik, biz davlat boshqarmaydik deb satılganlar bor. Mana boy Salih Xudoyarniki deb bergandan ko'rdik ya. Bizning ajdodlarimiz davlat qurilgan kunnimi ajoyib idit bilan tanlagan. Aqlni ishlatgan, bizga bir dars bergan. Sizlar azaldan shunday davlat qurgan, davlat boshqargan insonlarning avlodlari edinglar, unutmanglar degan narsani 12 noyabr bilan bizga eslatgan. Shunga 12 noyabr hammamizni namoyish maydonida ko'ramiz deb umid qilamiz. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bugun biz faqat chaqiriq uchun chiqqanimiz uchun jiq so'zlamadik. Hammanglarning vaqti xayrli bo'lsin. Allohga omonat. Salih Xudoyar afandim sizga ko'p rahmat. Xayr, Allohga omonat. Sizga rahmat. Allohga omonat.